Davom etamiz. Dasturimizga Buxoro viloyati Shofirkon tumanidagi ikki qishloqni bog'lovchi yo'l yaqinida yashovchi aholi vakillaridan murojaat kelib tushdi. Unda aytilishicha, mazkur yo'l yuk transport vositalarining serqatnovligi natijasida anchayin abgor holga kelib qolgan. Muxbirimiz Madrahim Turdiyev manzilda bo'lib murojaatchilar bilan suhbatlashdi hamda masalaga mutasaddilar e'tiborini qaratdi. Buxoro viloyati Shofirkon tumanidagi Jilvon, Mingchinor mahallalarini bog'lovchi yangi qishloqning eskirib qolgan yo'llari hududda yashovchilarning haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Qumzor yo'llarimiz, taqar-tuqurlar, farzandlarimiz, nabiralarimiz juda qiynalamiz. Uyni supursak o'zirchang, allergiya, o'zimni ham sog'ligim shu ahvolga changdan. Qishga o'tish umuman qiyin masala bu yo'llardan. Loy biladi. Hokim bobamiz kelib ko'rdilar bu yo'llarni, ana hozir aytib o'tganlaridek yo'limizni muammosi 10-15 yildan beri shu karyeramiz ochilgandan beri davom etib kelyapti. Ko'p joylarga murojaat qildik. Asosan yuk avtomashinalari serqatnov yo'l yozda chang to'zonli, qishda esa loyga aylanadi. Mazkur masalaga Shofirkon tuman hokimligi axborot xizmati rahbaridan quyidagicha javob oldik. Biz Shofirkon tuman hokimligi va yo'llardan foydalanish korxonalari tomonidan mazkur yo'lni ta'mirlash bo'yicha 2026-yilgi respublika byudjeti mablag'lari hisobidan ta'mirlash dasturi doirasida 28 milliard so'm mablag' ajratilishi yuzasidan takliflarimiz berilgan. Takliflarimiz respublika, ya'ni yuqori turuvchi tashkilotlardan qo'llab-quvvatlansa ta'mirlab beriladi. Bugunning o'zida biz rahbarlarga yetkazamiz va bugunning o'zida yechim topishga harakat qilamiz. Masala vaqt va mablag'ga borib taqalmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.